Nima sababdan barcha homiladorlar bozor xonim yegisi keladi? Buni sababini bilmadim, lekin homiladorlar qilsa ham toliqib qolmaydigan retsepti bilan keldim. Albatta ishimizni bismillah deb uni muzeyalab olishdan boshlaymiz. Unga tuzli suv, bir dona tuxum, ozroq yog' qo'shib yumshoq xamir qoramiz. Xamirimizni yaxshilab dam berish uchun qoldiramiz. Bu orada kartoshka va piyozlarimizni nachinka uchun tayyorlab olamiz. Mayda to'g'ralgan kartoshka va piyoz, tuz, ziravorlar va ozroq yog' qo'shib aralashtiramiz. Tingan xamirimizni esa dum-dumaloq yoyilishi uchun qo'limizni yaxshilab ochib olamiz. So'ngra o'qlov yoki jovada biroz ishlov berib, yupqa qilib yoyib olamiz. 20-20 santimetrda kesilgan xamirlarimizga nachinka solib tugib olamiz. Qaylasi uchun bir cho'mich yog'da piyozni tillarang qilib qovurib olamiz. 2 qoshiq un solib, ozroq qovurib, 200 gramm tomat solamiz. Bir ro'y aralashtiramiz va keragicha suv quyib, 1 bo'lak novot va 2 dona lavr bargidan solamiz. Xonimlarimiz pishguncha qaylamiz tayyor bo'ladi. Bozor xonimnikidan da zo'r chiqqan xonimlarimizni idishimizga joylab, ustiga qaylasini suramiz. Va shunaqa yumshoq, mayin bo'lgan xonimlarimizni mazza qilib tanovul qilamiz. Buni tayyorlash juda ham osonligini siz ham bilarmidingiz? Bilmagan bo'lsangiz, video sizga foydali bo'ladi. Yoqimli ishtaha.